akamni mashinaga jetibdi, u o'lib qoldi. Motosikletni biza varis o'g'irlab demasmi o? 13-qism. Kichik o'g'ilning shaltiqi. Motosiklet yoktur da. Tez bulun ha. Esta, meni g'aflat besib to'xtatun. Motosikletni o'g'rilga o'xshaydi mana. Akşam sen uyg'otgan vaqtda sirtqa chiqsam bo'pti-kan. Bu ishni men sabtib soqchixonaga xabar qilib o'tay. Sen bak ansirab ketma. Sizning o'zingizning mashinasi bor. Lekin mening bu motosikletda boshqa bir narsam yo'q. Endi men qanday qilaman? Tag'i yangi sotib olgan motosiklet edi. Voy, bunchalik ishga ko'zingga yosh olmag'ana xotin. Bugungi kunda kim bu qapiyaklik bilan o'g'irlik qila olsin? Bu cho'qim tunish birasining qilgan ishi bo'lishi mumkin. Soqchixonaga ma'lum qilsak, birdamda topidi o'g'rini. Bo'lmasa motosikletning yangisini birini epasam bo'ldi-ku, ha? Hey ada, sen de berib bakmadыңmı? Nega? Sehri grim buyumlarını məxsus etişdi kunağa. Yo'q. Yürəməsini başlap baray. Mana men demedim, mo sehri grim buyumlarını məxsus etişdi kunuda. Grim buyumu demsen, ettir demsen, saat demsen, her xil türüdeki grim buyumlarınınki türleri tuluqken. Bu dükandaki mallarının türlerinin köpçükiden adamın ağzı eçilip gözleri alçakman болып ketidike. Sehri grim buyumlarını set olmakçı bolsanız 181 49 88 88 77 muş numarayla alaqlaşsanız buldu. Ferruh tamaq pişti dadamni o'ylab chiqamsiz. Ha, mana hozir. Dada. Tamaq pishibdi, yura o'yga chiqayli. Baxsıla dada etdiyen de özleri amraq tamaqını etdim. Rahmet kızım. Kulunuzun gülünsün. Sizni japağa selip koydum. Siz mi kileyin kızım? Peruk, sen mi ala balam? Ma'qul dada. Balam Peruk. Akşam oyuldu, taraktörük avaz anlağandı. Bireş bulmağandı ha? Balam. Ne qayda da? Akşam shamol chiqqan o'xshaydi. Shunga darvoza ochilib ketibdi, boshqa ish yo'q. Nima bo'ldi sizga? Soqchixonadan telefon qilibdi, berib kelay deb ketgandingiz. Ajab beshingiz sangilab, qapqon tutilib qoldi-ku. Uni bir so'rama xotin. Haras, dadamchi. Texi oldingizda dadamga dorilarni uchirib yotqizib qo'ydim. Hozir uxlayotdim. Ha, bo'pti. To'xtab tur. Zada nima ish bo'ldi, Peruk? Ko'p kunduz darvozaning ichida taqlayotdingiz-ku. Nem desem bo'la xotin. Shu topda ochiqda bo'g'ilib ketyapman. Ham bak numus qilyapman. Motosikletni kimning o'g'irlaganligini desam, hayron qolasan xotin. Motosikletni biza varis o'g'irlab demasmi? Nima? Nima dedingiz? Varis o'g'irlabdi dedingizmi? Unda emas-ku. Xato anglab qolmagansiz. Varis sarqancha bo'lsa-mu, unda ishni qilib yurmas. Bu qandoq bo'lgani endi? Aram bir xotirjam bo'lay deb turganimizda bu ishning yuz berganini qaramamdigan.
Qandaqsizga xato anglab qolgudakman. Men hozirda soqchixondan kelgan tursam, soqchilar menga shundaq dedi. Varisning o'g'ilga musikleti birlamaskan. Boshqalar bilan birlashib, xili bir cho'ng ishlarni qilgan o'xshaydi bu baloya afat. Hozir varisni maxsus dilo to'g'izib tekshirib etibdi. Onun boshqa sheriklari bor ekan, boshqa sheriklarini tutib bo'pti. Hey, bu ishning oxiri qandoq bo'larkin tang? Agar bu ishni dadam anglab qolsa, yaram bo'ldig'im ushlabdi. Shunga xotin bu ishni dadam bilib qolsa qatti bo'lmaydi. Dadamning salomatligi to'liq asli kamidi. Endi qanday qilsak bo'lar Farruh? Varis har qancha bo'lsa sizning bir tuqqan iningiz. Uni o'g'irlik qildi debla qarimiz bo'lmay tursa bo'lmas. Boshqa insonlarning varis bilan baxush yo'q. Şunu onun g'amini o'zingiz yemasangiz bo'lmaydi. Ha, rost. Sizning soqchixonada bir savoqdishingiz bor edi emasmi? Ya bo'lmasa, shuning bilan aloqalashib boqamsiz ya. Bo'ladi xotin, deganlaring o'rinliq. Men at soqchixonaga berib, varisning ahvolini texmo aniq bir bilib kelay. Men birdan aramali olay xotin.